Anarapay, farzandlar ulgulik otalardan shundaqla haqiqiy o'zining tegishli burchini ado qilgan erlardan faxrlandi ham ro'yi quvvatga erishib bir xil jasoratni, umidvor ruhni o'zida yetildirdi. Demak, erlarningki oiladagi mavjudligi farzandlarning tarbiyalanishiga intoyin muhim ta'sir ko'rsatdi. Ammo shu nuqtadan aytganda, zodi erlarning farzandlar oldidagi muqaddas o'rni va burchi zodi nimadan iborat? Bir erning oilada mavjudligi şu aile için bir hareketlendirgüç köş de his qilishni odat ekan. Hakikaten erler ailelik bulup, balılık bo'lgan degan intayin xo'sh bo'ladi. Dada bo'ldim, o'rnim ko'tarildi deb xo'sh bo'ladi. Lekin shuning bilan birga o'z ustiga cho'ng bir mas'uliyatning ortilganligini biladigan erlarmi bor? Uni bilib olmaydigan erlar bor. Erlar oilada ayollar uchun boshpana bo'lib qolmasdan shu qilayotgandek bola uchun bir ulga, bola uchun bir g'amguzar, bola uchun bir tarbiyachi, bir boqchi. Endi hozir ko'pincha jamiyatlarda ya ko'pincha o'rinlarda mana bola beqish vazifasini onaninki deb agar bola biror kamchilik o'tkazib qo'ysa, balangga qara, balang mundaq qildi deb onalarni sotlaydigan ahvollar bor. Aslida eng birinchi muhim vazifasi bolaga yaxshi ism qo'yish. Biz hozir bolalarga shunday ismlarni qo'yamiz, lekin g'aribcha har xil Allohning ismlarini qo'yib olamiz. Bolaning ismi odam uchun intayin bir muhim narsa. Unga o'g'illarga Qaysar, Batur, qahramonlik, jasurlik, mardonlik, mardlik, keng qo'saqni ifodalaydigan ismlarni qo'ysa, bolalar o'zining ismi bilan bir kunlik o'zini kontrol qiladi. Ikkinchi bir jihatni aytganda, bola tug'ilgandan keyin ota uning ulgisi, oilada. Oilada ulgi bo'lishda erning qanday bo'lganiga haqida otani ulgi bo'lish kerak. Shu er oilada biz boshpana dedik, mash'al dedik. Shu er oilada mash'allik rolini o'tay olsa, umidsiz bola qilingan tarbiya bo'ladi. Bu tarbiya kunduz so'zlab turib, mundaq qil bolam, andaq qil bolam emas, o'zining amaliyat orqali tarbiya berish. Bu intayin muhim. Majruh bola bo'lmaydi, majruh otani bo'ladi degan. Biz qizlarni buzilib ketdi deb ba'zan qizlarni ranjiymiz hozir jamiyatda. Mush qizlarning buzilib ketishida mening o'ylashimcha bir mas'uliyatdan oti yo'q uning keyinda. Yoki bir mas'uliyatdan oti yo'q. Agar qizlar otidan, akadan, erlardan amir o'tadigan bo'lsa, bu qizlar yomon yo'lga mangmasdi. Dada uni qilmagan ishlarni qiladi. Erlar ayollar qilgan ishlarni qila oladi, ashita oladi, kirjiy oladi, boshqasini qiladi. Lekin ayollar erlar qilgan botirlikni, jasurlikni, qaysarlikni, chidamlikni bolalarga bera olmaydi. O'g'illar qirta dada o'z tarbiyasi bo'lish kerak. Dada uyda bolaning oldidagi majburiyati erkakni bo'lishga tegishli xislatlarni bolaga o'rgatish. Qanday yashashni o'rgatish. Qanday er bo'lishni, erning xislatining nima ekanligini, erning dunyodagi rolining nima ekanligini, erning oiladagi rolining nima ekanligini, er o'zini qanday tarbiyalash kerak ekanligini o'rgatish oiladagi dadlarning majburiyati deb o'ylayman. Endi Nurmammat, siz bu yaqinqi yillardan buyon biz erkaklikni qachon topamiz, shundaqla erkaklikning chillishi ham ko'zingni och, o'zingni top erkaklar qatorliq kitoblarni ham bir qism maqolalarni e'lon qildingiz. Ham demak, shu yaqindan buyon o'zingizning diqqatini erlar masalasiga ham erlarning ijtimoiy qimmatini ifodalash masalasiga qartatyapsiz. Bunga bir alohida sabab bormi qanday? Demak, bu xil asarlarning maydonga kelishi, matbuotlarda, yoki radio, televiziyalarda hamiyat vaqtga sadolarni anglayapmiz. Bu demak, reallik bizni shu narsaga qistavyapti. Erlar haqida o'ylanishga qistavyapti. 2004-yillar hammamiz shunday bir xabarni anglagan nati cho'chigan. Masalan, Xinjiangda AIDS kasali bilan yo'qolganlarning soni 60 mingdan oshdi deb shunday degan. Hamda shu vaqtda agar mushu surat bo'yicha bo'lsa, 2010-yilgacha borganda butun mamlakat bo'yicha AIDS kasali bilan yo'qolganlarning soni 10 millionga yetishi mumkin deb faraz qilgan. AIDS kasali bilan yo'qolganishning nisbat bo'yicha qaraganda Xinjiangda yo'qolganlarning nisbati mamlakat bo'yicha 13% degan. Shunda bo'lganda avtonom rayonida 1 million 300 ming odam degan gap. Endi avtonom rayonimizdagi AIDS kasali bilan yo'qolganlarningki nisbatida Uyg'urlarning egallagan nisbati 80%. Unda bo'lsa AIDS kasali nerdan kelyapti? To'g'ri bo'lmagan yashash usuli. Bizniki buzuqchiliklarimiz, noshayin qiliqlar bizniki kelyapti. Demakki, bizning oramizdagi masalalar intayin og'ir. Demak, bizda o'zimiz haqida, o'zimizning ishlar haqida bir xil mas'ul bo'ladigan mas'uliyatchan ruh ojizlab kelyapti. Men bu masalalarni yildizni izlab baktım. Yildizni izlash orqali to'satdan nazarimga yaralmish afsonalarga tushib qoldi. Bir jamiyatni kontrol qilib turuvchi nufuz egasi, kuch egasi bo'lgan. Shu hayvon bo'lgan.
to'xtamay dorilarni e'lon qildi. U dorilarning kuchini qanchalik hammamizga ayon. Demak, bu yerda buni cheklaydigan jazman bir xil vaksina bo'lish kerak. Bu vaksina bormi? Bor. Bizdagi to'g'ri yashash usulimizda, aqida e'tiqodimizda. Bu jamiyatda jazman axloqni kontrol qilib turadigan bir xil kuchning bo'lishida. Agar bu kuch yo'qolib ketadigan, kishilarning harakatini cheklab turadigan kuch yo'qolib ketadigan, kishilar xohlaganini qilaveradi. Axloqdan aylanmaydi, qonundan aylanmaydi. O'zing o'zini qilaveradi. Demak, men mushlar o'ylagan vaqtimda jazman o'zininki aylik burchini saqlashi, bir oilani kontrol qila olishi, bir ayolni itoatiga ola olishi, ondan bu ayol, farzand oilani yaxshi ishlab maqolish kerak ekan. Mushlarni o'ylash orqali men yuqorida sizda o'tgandek 3-4 parcha maqola yozgan bo'ldim yoki kitob chiqargan bo'ldim. Endi bu meniki yozishim yoki boshqalarning yozishi yoki biz katta gaplar bilan boshqalarni qo'rqitishimiz, mush fajialarni deyishimiz bu aybiz xalqlarni cho'chitib qo'yish uchun emas. Balki ular to'g'ri ma'nskan deydigan bir xil tashabbusdan iborat. Mening umidim bu. Bu o'qituvchi yoki o'qituvchi bu nima emas. Lekin xalqlar idishni o'zgarsa, harakatini o'zgarsa, ular o'zligi asli dushqunlikni topsa va ayollarni, farzandlarni, oilani o'ziniki homiylikqa olib bu oilaniki xotirjamligi, jamiyatning sog'lomligi ko'p qo'shgan degandek. Shakka hozir hamda zaman o'zgardi. Erlarning jismoniy kuchga tayanib hokimiyatni boshqargan bir davri kamas ketdi. Endi hozir biz hozirgi davrning xarakterini bilim egligi davri deb sifatlayapmiz. Mushunda davrda erlar tarix turgan ersi gen sifatida o'ziga ta'sir qilayotgan mush jangovarlikni, jangovar ruhni qandoq davomlashtirish kerak, uni izchillikqa qilish kerak. O'sha bir tushunchaningizni anglab o'tsak. İskender Zulkarnayn Tangutaq atroflariga qo'shinlar Yevropani zilzilib to'pchaqlarini to'ldirib kelgan chog'da bu elning qo'shini uning oldiga otliq chiqqan. Shu vaqtda İskender Zulkarnayn shunday hayronlik bilan bu elning qo'shini oldiga otlarini choptirib oldiga o'qiyalarini qandoq ata olsa, oqsini shunday ata oladi ekan degan. Ular otliq chopadigan bo'lsa, ularning bosh kiyimlarining quloqlari xuddi bir kitni eslatadi. Ajoyib bir millatgan, askar millatgan, qahramon millatgan deb o şekilde. Bugungi davrdagi erlar o davrdagi şu yigitlarimizni, şu o'g'lonlarimizni sevamiz. Estaymiz. 21 asrning qo'ng'irg'i chilin. Biz burunqidek yostiqni qirlab qo'yib uxlaydigan erlar tugaymiz. Bu xiris bizni mushunga qadam bostirishda o'zimiz ustida izlanishga boshildi biz. 21 asr o'nga o'xshash manqurut erlarni shaldirib turdi. Boshqa bizning erlarimiz bugungi davrda mushu elektron davrining o'zida o'zining erligini, oiladagi dadillik o'rnini isbotlash uchun ilm-fan egallash bilan birga o'zimizdagi milliy mavjudlikni o'ylashimiz kerak. Bugungi davrda yana bir xiris nima biz erlar ustida tushayotgan shaharlashish. Shaharlashishning bo'ronlari bizga shiddatli kelyapti. Mushunda shaharlashish, mushunda xiris oldida butun ayolni bekor qilib qozonbeshini, sizdigan mashinani, vaqazalarning hammasini o'zi sotib bo'lmaydi. Bu shaharlashishning xirsig'ini diqqat qilish kerak edi. Bizning bolalarimizning bo'diyaklari yo'qolyapti. Ovozlari inchiqlayapti. Bu nima turmushniki har xil jihatdan bizga ta'sir ko'rsatdi. Erlik ta'sir ko'rsatdi. Biz mushtaq ahvol ostida ajdodlarning ruhi bilan bugungi ilm-fan, bugungi dunyo o'lish, o'rtaqlashish, mushularning hammasini birlashtirib o'tirib, o'zimiz ustida xulosa chiqarishimiz, o'zimiz ustida o'ylashimiz, farzandlarimiz ustida o'ylashimiz kerak. Mana shunday qilib, mas'uliyatdan dodi bo'lgan chog'da biz bu jamiyatda o'zimizni mangu saqlab qola olamiz deb o'ylayman. Anarabdan hozirgi balla, hozirgi farzandlarimizni, bo'libmi o'g'illarimizni, nihoyat mishchanka, xilmijaz, shaxsiyatchi yoki mushu ayollish xarakterini ib ketgan deb qaraydigan ahvollar intayin ko'p. Endi bizning navbatda ma'rifimizda o'g'illar deb, qizlar deb xarakterga ega bo'lish kerak. Bu tarbiyalash tarmoqlarining ma'rif o'rinlarining burchi. Bu nuqtadan aytganda, zodi ma'arif, maktab o'rinlari o'g'illarning o'sib ketilishiga, komil erlik manziliga tutishida qanday bir mas'uliyatni üstlegilish kerak.
bizning muarif o'rinlarimiz bo'libmi muariflik nuqsonlarni tugutish uchun muarif islohotini yo'lga qo'yib, bolalarni atrofli tarbiyalashni, aqliy, axloqiy, jismoniy go'zallik, emgak jihatlarda tarbiyalashni o'rtaga qo'yib, ijro qilayotgan bo'lsa-mu, lekin xoslik haqidagi tarbiyamiz toz yo'lga qo'yilmayapti. Xoslik haqidagi tarbiyamiz toz yo'lga qo'yilmaganligi uchun ikkinchi jihatdan bizning erkak va o'g'illarimiz uchun burunqidek chiniqish fursatlari bo'lmaganligi uchun birinchi jihatdan bizning erlarimiz yoki yigitlarimiz bo'layotgan tushkunlik nima deganda tan qo'limiz ojizlashish. Hozir bolalarning bo'ylab taqalishi, o'zlari o'riqlashib, burunqi yo'g'on erlik gavdalar yo'qolib, qiz o'g'illarning tan qo'limizda ancha farq bo'lmaydigan ahvollar bo'lyapti. Buning bo'lishi muhit sharoitida bolalar uchun burunqidek chiniqadigan sharoit yo'q. Partiyadan yaz uydan bosh kompyuterxona shu o'tirib harakat qilib bolalar. Bundaq bo'lgandan keyin bolalarda erlik xislat yoki erlik badan hozir to'liq yetilmayapti. Ana ikkinchi bir jihatdan o'g'illar xos xususiyat, qizlar xos xususiyat tarbiyasi ayirib elib berilmayapti. Garchi biz umumimizga keldiramiz deb tarbiya qo'yayotgan bo'lsak, muarif o'rinlardan zot o'g'il qanday bo'lish kerak, yigit qanday bo'lish kerak. O'g'il shu maktabning, shu sinfning nimasi bo'lish kerak? yoki o'g'il shu sinfning nisbatan erkakda bir kuchli turib bo'lish kerak degan tarbiyalar bizga yo'q. Biz yasligan bolalar bog'chasi tarbiyasini olaylik. Bolalar bog'chasi tarbiyasida butunlay ayol tarbiyachilar bor. Bu bolalar bog'chasidagi bolalar qanday tarbiyaladi degan asrashdan yiqilib ketma va bir yerin og'rib ketmasin. Shuni bilanlar. Yaxshi uxlay, yaxshi tamoq ya kiyimini undan keyin sovuq tegib qolmasin. Shu bilan tarbiyalangan uchun bularda bolalar bog'chasida qor kunlar, muz kunlar talaga chiqib chiniqtiradigan, yomg'ir kunlar talaga mangdigan, cho'chilishtirib bir bilan muslashtiradigan, yo tepishib bokslarni uyutadigan sharoitlar basli bolalar bog'chasida bo'lmaganligi uchun hozirgi bolalar bog'chasidan tortib bolalarda yumshoq mijoz, muloyim mijoz yetilyapti. Maktab tarbiyasidan umuman sho'xroq bo'lgan bolalarni yomon bolalar deb o'qituvchilar yaxshi ko'rmaydi ancha. O'qituvchining fikriga qarshi turadigan, o'qituvchining ba'zi ishlarga dadillikdan fikr bera oladigan, o'z fikrini o'tirib qo'yadigan, mushtaq bo'lganligi uchun bizning bolalarimiz, tarbiyalayotgan bolalarimiz haykalga yoki shotutlar o'xshab qolyapti. Bunday deganimiz, u bolalar harakat qilmay o'tgandan keyin shu maktab bir haykal bo'lib o'tirdi. Endi o'qituvchidan degan gapini o'z ayni inkos qilib bergandan keyin bu shotutga o'xshaydi, o'zining nima deyotganini o'zi bilmaydi. Onun degan hozirgi bizning muarifimizda ko'p ideyasi kuchli. O'qituvchilar valaq so'zlarini sinib kirib, bolalar shuni o'rganadi, yana o'qituvchi shuni deb berdi bo'ldi. Undan keyin bolalarning vaqti baqis. Uning vaqti yo'q. Topshiriqlar intayin ko'p. Bunday bo'lgandan bu bolalar kitobdan kitobga, sinfdan sinfga o'qib o'tadi. O'z oldiga tafakkur qilib, keng o'ynab, ya keng jamiyatning bir narsani o'rganolmaydi. Shundan bolalar bo'g'ib qoladi. Bo'g'ilib qolganligi uchun o'z badanida bo'lgan ijodiy kuchni joriy qila olmaydi, yoshirin kuchni joriy qila olmaydi. Endi yoshirin kuchni joriy qila olmaganlikdan bu o'tiravergan o'g'illar qizlashib qoladi aytgan vaqtda. Harakat qilmagandan keyin. Jim o'tirib kitob ko'ravergandan keyin, material ko'ravergandan keyin, o'rganavergandan keyin bular ko'p harakat qilishni yaxshi ko'rmaydigan yavash odam bo'lib qoladi. Eng oddiy maktabdagi bolalarni kiyadigan formasini olaylik. Qizlarga o'xshamaydi, o'g'illarga o'xshamaydi. Keng ishlarni kiyib poldir chapanni kiyib olgan. Buning ichida qizlik tanbami, o'g'illik tanbami buni keyindan qarshi qilinmaydi. Hozir bularning kiygan kiyimi ya o'g'ilga o'xshamaydigan, ya qizga o'xshamaydigan kiyim bo'lgandan o'tirdiki, g'ayr bir ishni o'g'ilda bular poldirlab ash kiyimning ichida yurib. Shuning uchun maktablarda kiyim kiyishdan tortib mengiz turibdi. Sen o'g'il, sen yigit, sen qiz deb har birisi xoslik tarbiyasi birazga. Xoslik tarbiyasi kam bo'lg'achqa ba'zan bir erkaklar yo'qolib ketadigan ahvollar bo'latam degan deb o'ylayman. Xizmatchilar olsun, do'st birodarlar olsun, qaynanalar kililarning og'rindigan ishlarni aytijik. Uyg'ur xalq maqol tanzilari bunda bir gap bor. Kilining yomon bo'lsa, o'g'lingdan ko'daydi. Mushu to'g'risini aytgandimi, kililar bilan o'zining ona o'tirishga munosabatni yanada bizning changvar erlarimiz nihoyat yaxshi bir taraf qilish kerak deb o'ylayman. Nurmamatning yaqinda nashr qilingan shu ko'zingni yuzing top erkaklar degan kitobininki ular an'anani saqlash haqidagi qismida bir gap bor. Hijrning paxlangudek ajdodi, umitlangudek avlodi yo'q deb shu ular an'anani saqlamagan aylarga bir hikmat so'zni qoldirgan. Bugun shu Do'nko'rikda ketib qolsam, bir qiz yigit Paramız turibdi. Men yerni o'tib ketishga ozliq qolgan vaqtida u qiz haligi yigitga mushayda suyib qo'yasam yigit deyman degan gapni qildi. Men qanday qilganda deb u gapga diqqat qilib qarasam, u bola hech yo'magandek u qizni suyib qo'yapti.
Endi bizning ilgirki shu Farhatga Farashrin dastanımız var. Shuningdek Farhatga to'y qilish yatini qo'ygan tog'larni yerib suya kel degandek uzun cho'chaklarni qo'yli yoki afsona rivoyatlarni qo'yli bir qizni olma desa uni qo'ygan sinoq baki yuqurdi. Qanoqda to'ychilik emas. Bu aql parasat, kuchtingirlik, millatga, vatanga bo'lgan bunda yirismanlikni aks ettiradigan sinoq asosini turgan. Hani bugungi kelgan vaqtda cho'ng ko'chada suyib qolsang yigit dema desa, u yigit yoki buni silib yigit degan munda bo'ldi. Sendan boshlayman. Ma'mura chani qo'yma. Asli yigitlik o'lcham munda bo'ldi deb bu javobni bermay, shu qiliqlarni qilgan ekan, bu odamni bir o'ylantirib qo'ydi. Nurmahmet efendim, bugün kunlikte ayrım sorularda gaplar kulağımız kırdı. Erlerimiz ayol mijazlışıp ketdi deydi. Endi nurgun materyallardan qaravatımız hazır yer şarı karakterlik erlerde ayolliş şadisi mevcutken. Siz müşmuk tutun etkanda erlerinki ayol mijazlışıda qandaq bir işki taşkı sebepler buluş mümkün. Muşaktaki köz qarashlarınızdan anlap ötsek. Endi yaqin yillardan beri bu yerçarlashish, madaniyatning yo'g'ilishi qatorliq omillar tufaylidan butun yerchar xarakterlik mana shunday aylaniki elastiklik noziklishi bu umumlik hodisa bo'lib maydonga keldi. Bunda cho'nqur ichki tashqi omillar bor. Endi biz mushu omillarni sirik turgan vaqtimizda, tadqiq qilgan vaqtimizda buni bundan nuqtaga yig'inchoqlash mumkin. Birinchidan, ish taqsimoti butun o'zgarish tufayli bo'ladi. Masalan, bizda aylaniki badani chiniqtirgan, ularniki kuch quvvatni sinaydigan ig'ir ish emgaklar azaydi. Bizdagi ko'pincha ishlarimiz asosan ishxonalarga, shaharlardagi harakat qilish miqdori oz bo'lgan tar chakimlik so'rovlarga surilib qaratiladi. Lekin shaharlik natijasida maydonga kelayotgan turli tuman tijorat yoki kasblar bizdan qo'pollikni yoki aslidagidek nəhayət qanunluq emas, intançılıq, sipoyliqni talab qiladi. Mehribanlıqni, yumshoqlikni talab qiladi. Bu hol tabiiy holda erlardagi asli jangovar jushqunlikni sal bosadi. Yana sustlashtiradi, muloyimlashtiradi. Lekin bizniki yemaklik, iste'mol odatimiz bizlarniki badan jihatda hamda ro'ya jihatda zaiflashimizga yana bir muhim sabab bo'ladi. Endi tadqiqotlar shuni isbotladiki, masalan, mayli qo'y bo'lsin, yoki to'qi bo'lsin, yoki kala bo'lsin, buni tiz bo'ldigandan keyin, tiz bo'dash uchun jazman uning yetildirish hormonlariga ta'sir qiladigan ximiya dorilarni bilish kerak. Bularning yetildirish hormoniga berilgan dorilar ularni intan tiz yetildirdi. Endi biz shuningdan chiqqan go'shtni yeymiz. Bu xil go'sht eng oldin bilan bizning yetilish hormonlarimizga ta'sir ko'rsatadi. Shuning bilan biz ko'ryapmiz. Burun 17-18 yoshlar balla endi balog'at yetgan bo'lsa, bizning hozirgi yoshlarimiz hatto 11-12 yoshlarda xil ish huquq qilyapti. Cho'nib qolyapti. Tan jihatda talablarni dafimiz bor. Hozir shunday yo'g'on, simiz, xomsimiz, lekin intan ojiz. Badan intan ojiz. Chiroy intan tatrangu, xom yo'q. Badanida kuch yo'q. Bu hol tabiiyda bizning yemakligimiz kelib chiqayotgandan. Lekin bizga nachar iste'mol odatimiz. Masalan, aroq ve tamakin iste'mol odati uyg'urlarda intan ig'ir. Endi bu aroq tamakat tabiiy holda odamlarning badanini ojizlashtiradi. Hatto yaqinda anglab qoldim, yaqindan beri shu aroq so'rovlarida erlar yig'lang'i erlar intan ko'payib ketgan. Aroqni ichidi, lekin to'q bilan yig'laydi. Bunda desa gap bermaydi. Bu aroq tamakat insonlarning eng badanidagi eng kuchli reis a'zo bo'lgan börekni eng tez qardan chiqaradi. Yurakni qardan chiqaradi. Börak qardan chiqqan ekan, odamning aqliy quvvati, zehniy quvvati intan jiddiy tusda ojizlaydi. Erlar uchun börak intan muhim. Börak ojizlagan ekan erlardagi jangovarlik suslaydi. Yushqunlik tugaydi. Undan keyin bizniki madaniyatimiz, aqida e'tiqodimiz, go'zallik o'lchimimiz intan shiddat o'zgaryapti. Erlar qanday bo'ladi? Ularning yurish, turish, o'ltirish, qo'pish, harakat qilish odatida erlarga xos qanday to'q o'lchamlar bo'ladi. Bu bizning qadimgi ko'z qarashimizda intan aniq ayrilgan. Masalan, erlarga xos ranglar bo'lgan. Qora, ko'k, yeshil bular bo'lgan. Hozir qarasak, erlarimiz qizg'och, gullik, alichqa kiyimlarni kiyib olyaptilar. Chunki bunda bir bo'lgan. Padinchilashdan kiyib, chechinim yerdan bo'g'agan bir o'g'il bola ma'g'andan keyin o'sma sotadigan qiz bola, "Acha, o'smalamsiz" deb kendin kelgan. Buni anlaydik. Shu bizning ota-onalarimiz dapirdi. Bir odam yerga dasisa, yer buning yoki
o'g'illigini, o'g'il yoki qizligini bilib turdi dedi. Hozir Ağapancı oğullar saklab, dastisimi balkim ya bilinmez mümkün bazı oğullar. Aslidagi oillarda, masalan, maxsus atalarning tarbiya beradigan dasturxoni bo'lgan, usturi bo'lgan. Hatto, masalan, biz kichik vaqtimizda shundaqdi. Uyda osh pishsa, dasturxon serilsa, bizning dadamizning o'tiradigan o'rni ayrimcha. Osh eng oldi bilan dadamizga keltiriladi. O'g'illarga bo'lsin, atalarning ayrim biladigan tarbiyasi bo'ladi. Mandamat yoshlarni ko'p turyapmiz. Qizlarga yerinib jalvadigan, yig'laydigan esa imkon ko'payib qoldi. Demak, bizningki madaniyat tushunchimizda turmush odatimizda o'zgarayotgan mana bu xil odatlar bizningki erlardagi yigirashni, erlik jangovar yush qo'lliqni tutishni, ojizlashni keltirib chiqaradi deb qo'yamiz. Erlar millatning oildagi vakili. Erlarda sog'lom tan, pokiz aql, yuksak aqida bo'lishi kerak. Alvatanga yuz kelaydigan, o'zining yurtiga himmat ko'rsatadigan, oilasiga mas'ul erlar orqali haqiqiy erkaklik ruhimiz namoyon bo'ladi. Bugun suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelib ko'rishaylik.